Assalamu alaikum hörmətli televizor görgüçülər. Uyğur televiziyasının gündəlik xəbərlərini görüşənlərini qarşı alınız. Amerika Avam Palatası Təşqi İşlər Komiteti Uyğur Kişilik Hüquq Qanun layihəsini ma'qulladı. Şərqi Türkistanda döntüvəngi qarşılıq 3 şəhər Xitaydakı ən güclü şəhər olub bağlandı. Germaniyada məscid quruluşuna naməlum kişilər tərəfindən çoşqu beşi taşlab qoyuldu. Kişilər açıqlanğanda görülüş nisbəti yuqarı bolğan əlamətlər. Tövəndə diqqətinizə xəbərlərimizin təfsili məzmunlarında bolsun. Erkin Asiya Radiosu xəbərdə Şərqi Türkistandakı siyasi bastırış hərəkəti xalqaradakı zor vəqələr qatarından orun eləyətqanda Amerika hökuməti izchil həqiqətni yaxlab, Uyğurlarning zulmğa uçurishini kəskin ayıblab gəlməkdə. Amerika hökumətinin bu cəhətdəki konkret və əməli hərəkətlərindən biri 2019-cu il 11 sentyabr günü Uyğur Kişilik Hüquq Qanun layihəsinin Amerika Kengaş Palatasında ma'qulluqdan ötüşüdən ifadələndi. Məzkur qanun layihəsi məxsus Şərqi Türkistandakı haqq və hüquqlarının ayaq astı bo'lishini ayıplash, Xitoyning ichi və sirtidagi qanunsuz tutqun qilish, qiynash və parakanda selish qilmishlariga xotima berishni mazmun qilgan bo'lib, uning Amerika Kengash Palatasida ma'qullanishi bu qanun loyihasining oxirgi hisobda rasmiy qonun bo'lishidagi bir zo'r qadam bo'lib, 30 oktyabr kuni tushdan burun Amerika Davlat Majlisida Avam Palatasining doimiy hayatlari komiteti bo'lgan Tashqi ishlar komiteti mazkur qonun loyihasini muzokaraga qo'ygan. Muzokara yig'inida oldi bilan Amerika Avam Palatasi Tashqi ishlar komitetining raisi Eliot Engel bu qatimki qarab chiqishga sunilgan qonun loyihalarining biri bo'lgan Uyg'ur kishilik huquq qonun loyihasi haqida qisqacha tushuncha berib, Uyg'urlarning navbat qandoq zulmga uchrayotganligini yig'in ahliga yana bir qatim eskartdi. Mazkur qonun loyihasini o'ttirg'i elib chiquvchilardan biri Amerika Avam Palatasining a'zosi Christopher Smith bu to'g'risida ishlangan xizmatlar bo'libmi Nancy Pelosi, Marco Rubio qatorliq vakillik shaxslarning harmay talmay ta'kidlab kelayotganligi haqida to'xtalib, Xitoy hukumati navbatda Uyg'urlarga selayotgan zulmlarning 2-dunyo urush mezgilida natsistlarning yahudiylarga ishlatgan vositalarga o'xshaydiganligini, bo'libmi uningdagi jazo lageri va majburiy emgak degan mazmunlarning hozir aynan o'ttirg'i chiqayotganligini ilgari surdi. Palata a'zosi Susan Wildhan navbatda Uyg'urlarga oid ikki qonun loyihasining muzokarada ekanligini, o'zining Uyg'urlar duch kelayotgan zulmning bevosita shohidlari bo'lgan Uyg'urlar bilan so'zlashganligini, Uyg'urlarning din, madaniyat, til qatorliq hamma jihatda ig'ir bostirishlarga duch kelayotganligini bayon qilib, biz ilgari endi hargiz qaytlanmaydi deb va'da qilgan ishlar hozir qayta yuz beryapti. Shunga bu shuar haqida qayta o'ylanib ko'rishning vaqti kelganligi, kelgusi avlodlarning bu haqda nimalarni qilganligimizni yoki nimalarni qilmaganligimizni so'raydiganligini unutmasligimiz lozim deganini alohida ta'kidladi. Muzokara vakillari o'z fikrlarini bayon qilib bo'lgandan keyin, yig'in raisi Eliot Engel yig'in vakillarining fikriga asosan Uyg'ur kishilik huquq qonun loyihasining Tashqi ishlar komitetining ma'qullashidan o'tganligini tantanalik holda jakarladi. Ma'lum bo'lishicha, bu qatimki ma'qullash mazkur qonun loyihasining Amerika Avam Palatasining oxirgi ma'qullashidan o'tishidagi muhim qadam bo'lib, ikki palatadan tasdiqlangandan keyin uning rasmiy qonun bo'lishiga yo'l ochildi ekan. Xitoy Bingtuan gazetining 29 oktyabr xabar qilishicha, Xitoy uchur jamiyati bilan Xitoy raqobat kuchi aql ombiri yaqinda 2019-yilda Xitoyning g'arbiy shimoldagi nahiya shaharlarining taraqqiyotini o'lchash doklati e'lon qilib, iqtisodiy ko'lami, xalq turmushi, iqtisodning hayotiy kuchi va iqtisodiy saposi qatorliq 4 omil va uningga aloqador 25 xil ko'rsatkichni asos qilib, Bingtuanga qarashli Shixanza, Oral va Wujiazhou qatorliq 3 shaharni Xitoyning g'arbiy shimolidagi eng kuchli shahar deb baholab chiqqan. Xitoy Xalq Qurultiyi 2012-yili qonun ma'qullab, Bingtuanga avtonom rayon bilan teng darajalik ma'muriy shtat berib, Uyg'urlarni izchil o'zlariga tahdid his qilib kelayotgan bu organning kuchining texmi zo'rayishiga yo'l ochib bergan. Kuzatuvchilarning ilgari surishicha, Xitoy hukumatining 3 milliondan ortiq Uyg'ur, Qozoq va boshqa musulmonlarni lagerlarga qamab, Sharq Turkistonni ust ochiq turmaga aylantirib, Uyg'ur jamiyatining umumyuzli qamal nazorat ostiga elishi Bingtuan kuchining texmi zo'rayishiga turtki bo'lgan. Germaniyaning Shimoliy Reyn-Vestfaliya o'lkasining Schwelm shahrida Diyanet ishlari Turk Islom birligi qarashliq Yeshil masjidining qurilishiga noma'lum kishi yoki kishilar tarafidan bir xaltada cho'shqi beshining tashlab qo'yilganligi, bu voqeaning qurilish ishchilari tarafidan masjid boshqarmasiga bildirilganligi uqtirilgan. Masjid boshqarmasi bu voqeani soqchi idorasiga ma'lum qilgan hamda bayonot e'lon qilib, bu qilmishni qattiq ayblab, bu hujumning shaharda yashaydigan musulmonlarni qattiq g'am qayg'uga tashlaganligi, masjid boshqarmasining yerlik mas'ullar bilan hamkorlik asosida harakat qilayotganligi, bu voqeaning musulmonlarga qaratilgan tahdid va ta'tir tashviqotining bir parchasi ekanligi bildirilgan. Mazkur voqea soqchilar tomonidan jiddiy tekshirilishga boshlangan ekan. Kundalik turmushda bir qism kishilar achchiqlanibla yuriydi.
Ameliyatda açıqlanışının salamatlıqı bolğan ziyini nihayet köp bolup, açıqlanışqa nisbatan har qaysi tibbiy bölüm doktorlari nemi deydi qarab baqayli. İchki bölüm doktori. Açıqlanış yürek qan tomirlarining ajalli qatili bo'lib, qattiq açıqlanganda yürek muskuliga qan yetishmaslik, oksigen kamchil bo'lish kelib chiqadi. Yürek og'rish, yürek muskul tiqilmasi qatorliq kasalliklar paydo bo'ladi. Hatto ig'ir bo'lganlarda yürek so'qishining qalaymaganlashishi, yurakning tuyuqsiz to'xtab qolishi qatorliq alomatlarni paydo qiladi. Onundan boshqa yurak kesili bemorlari kasallikning dastlabki bosqichida oson ochiqlab chechiladigan bo'lib qoladi. Hazm qilish ichki bo'lim doktori. Ochiqlash oshqozon qanashni keltirib chiqaradi. Oshqozon sog'lomligining kayfiyat bilan bo'lgan munosabati nihoyat zich. Odamning kayfiyati yaxshi bo'lganda ishtohi ichilib, ruhi ko'tarangi bo'ladi. Kayfiyat nachar bo'lganda har qanday yemak yeyishga ko'ngli tatmay, beoromchilik ichida o'tadi. Ba'zi kishilarda haddidan ziyoda ochiqlanganda oshqozon qanash, oshqozon yallig'i, oshqozon osti yallig'i qatorliq oshqozon kasalliklari paydo bo'lib, sog'lomlikqa ta'sir ko'rsatadi. Tashqi bo'lim doktori. Oson ochiqlanadigan kishilarning odatdagi kishilarga qaraganda jigar kasalliklariga giribtor bo'lish nisbati nihoyat yuqori bo'lib, oson ochiqlanadigan kishilarda jigarning xizmati nacharlashib ketadi. Oqibatda jigar yallig'i qatorliq kasalliklarga giribtor bo'lib qoladi. Ayollar kasalliklari doktori. Odatda ayollar kasalliklariga giribtor bo'lgan ayollarning ko'p qismi ochiqlanishga amroq keladi. Odatda odam ochiqlanib, chechilgan vaqtda ichki ajratmalar qalayimqonlashib, ko'payish a'zolari zaxmlanib, baliyatqu kasalliklari paydo bo'lishga boshlaydi. Nafaslanish kasalliklari bo'lim doktori. Ochiqlash nafaslanish yo'llarini zaharlaydi. Odam ochiqlanib, ma'lum darajaga borgandan keyin badan tortishib qolish alomatlari ko'riladi. Normal vaqtda odamning nafas erishi 1 minutda 15 qitim bo'ladi. Ochiqlangan chaqda bo'lsa 1 minutda 30 qitimdan yuqori bo'ladi. Nihoyatda tez nafaslanganlikdan badan sumiradigan havo shuncha ko'p bo'ladiki, oqibatda nafaslanish yo'llari zaharlandi. Psixika doktori. Zarba ochiqlanish sababidan ba'zi kishilar yo'l mangolmaydigan holatga tushib qoladi. Sut bezi doktori. Ayollarga nisbatan yaxshi kayfiyat hamma narsadan muhim. Doim ochiqlanish, kayfiyat turoqsiz bo'lishi sut bezi kasalliklarining yiltizi hisoblanadi. Kundalik turmushda oson ochiqlanmaslik, ochiqlanishga majbur bo'lganda cho'nqur nafas olish, ochiqlanishning sababini tepib chiqib hal qilish kerak. Xabarlarimizni ko'rganingizga rahmat. Ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr xo'sh. Allohga omonat.